Spark mexaniki 2015-yil mana mexaniki keldi. Buni bizni avio avtomat qilib berdi. Xo'p, avio avtomatni mana korobkalar bu yoqqa tushadi. Bu mexaniki Sparkimiz 1.5 propanda yurar ekanlar. O'zi mexanikida propanda yurar ekanlar. Hozir endi mana Abduvohid nima korobka qo'ydinglar? Avio korobka qo'ydik. Chap taraf granata qo'ydik. Pedal qo'ydik, shaxta qo'ydik. Xo'p, endi bitta savol. Mana shu propanni mexanikada yurganlar-yu, mana hozir avtomat qilib berdinglar. Yurish qanaqa bo'ladi? Yurishi hozir korobka propanda 95 benzinda yuradiganlar birinchi skorsda 60 tezligiga chiqyapti. Birinchi skorsda o'zida avtomat. Yo'q, Mana shu avio korobka. Demak, propanda yurib, misol uchun mexaniki Spark avtomat qilib propan qo'ysa ham zo'r yuradi. 2000 da yursanglar 60 gacha 4-skorsga urib bo'ladi. Keyin yana bitta savollar mana qarang. Mashina avtomat qilib berdinglar-yu mana Sparkga. Misol mana endi bir xilla bor-da. Propanda yura olmaymanmi, metanda yura olmaymanmi, tortishlari qanaqa bo'ladi deb qiziqqanlar ham bor-da. Yangicha variantlari ham bor. Programmalar ursa bo'ladi. Ham eskichalarga faqat bitta programma yoziladi bo'ldi. Programma ham o'tinglardami? Yaxshi, radnoyam zalatoyam yaqini. Xo'p, mana avtomatni bismillahir-rahmanir-rahim zadni urdim. Ayyo, bo'ldi gap yo'q. Demak, tepaluga bunaqa ketayotgan bo'lsa, orqa tepaluku hozir. Hozir mana zadnida. Xo'p. Gazni bosmayapman-da. Qoyilman lekin. Mana endi deg urdim. Mana gazni bosmayapman. Ay, yo'q. Yaxshi, radnoyam zalatoyam yaqini. Mabodo mexanika Spark, Matiz, Orlando, Captiva, yana nima mashinalar bor edi mexanika? Malibu 1 avtomat qildirmoqchi bo'lsanglar, pastga egalarning nomerini yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, narxini kelishib bosinglar. Joninglar sog' bo'lsin.